Chiroqchi tumaniga o'rnatilgan mana 1 kilovatlik quyosh elektr stansiyasi mana Jiko 220 wattlik panellardan qo'yilgan. Uyga ketgandan beri qo'yargan-da, avtomat qilib. To'g'ri? Ha, shunday. Uylik. Hozir to'shib o'tsan ularni. Hozir ham ko'raylik shunday. Hozirlar ketiblar. Bular normal yaparing. Fazaninni bilsa bo'ladi, necha kilo? Qo'shdik. Endi ishga tushiramiz. Mana bo'ldi. Endi olib qo'yamiz. Mana generatsiya endi hozir ichidan keyin boshlanadi. Endi sekin bo'ladi. Xiraligida ko'z ko'zdan bo'ldi yaxshi. Boshdan mana ishga tushdi mana. O'tsa bo'lmaydi mana shuni. Hali ishga tushib turadi. To'g'ri ovoz chiqib tursa ovozi. Ko'rmadim. Pirillaydi-da, va ana videoga kompyuterda olsa pirillaydi-ku. O'shani pirillab ko'rsatdi. Mana generatsiya davom etib aytamiz qanchagacha chiqishini. Hozir boshlandi mana. Hozir bitta. Hozir mana ayni obed payti 1-2 bo'lyapti soat. Mana hozir. Nima soat deydi. Generatsiya kuchaymoqda. Bular tushgan paytda qanchadir vaqt qirqam beradi, qanchadir vaqt. Endi quyosh astasida bunday bo'laveradi-ku, astasida. Demak bo'laveradi. Bittalar masalan 0 dan boshlaydi, bu 0 ga tugaydi-da. Kechqurun. Faqat svet o'chsa ishlamaydi. Hozir mana 7 chiqdi, generatsiya obshe 7 ga 28 ga chiqdi 40 kilovatlik. To'tal boraveradi. 7,5 dan chiqyapti har birining generatsiyasi mana. Soat hozir 2 bo'lgan, taxminan 7 gacha chiqib bordi mana. 8. Kelling topdingizmi? Kelling tortdimmi? Qo'ydingizmi? Yo'q, qo'yamiz. Mana ular. Bu telefondan chiqmayapti. Bu telefon telefonga tortdim. 8 ga chiqib bordi. 8 va 3 ga chiqdi. Uni generatsiya esa uni generatsiya 32 33 ga chiqadi uni generatsiyamiz mana 33. Mana pika keladi. 34 gacha chiqaveramiz biz mana 33 dan ham oshyapti. Mana 34 da hozir mana 34 dan oshmaydi menimcha hozir.
soat 2 quyosh og'di, shu 33-34 gacha chiqadi. Anani olib kelaymi? O'sha olib keling. Qachon onlayn bo'lgan ekan bu? To'g'ri? 33-7, 33-6 mana 34 gacha borib keldi. 33-7.